Navbatdagi yangiligimiz divan transformer. Bu divanimizni ham stol, ham kravat, ham divan qilib foydalanasizlar. Ranglarini ko'rishingiz mumkin. Shunaqa buyurtma asosida tayyorlab berdik. Stolning razmeri uzunligi 220, materiali laminat MDFdan. Ko'rishingiz mumkin. Ustularini ham yaxshi chiroyli laminatdan qilganmiz. Bu yerda 3 kishi bemalol o'tiradi. Divanimizning o'rtacha uzunligi 220, bu yergi razmeri 1.90. Podushkalarni ham ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Polsha materialidan. Parallollari 22 plotnosda. Podushkasini shundoq devorga suyagan holatda bemalol suyanish imkoniyati bor. Bu yoq tarafda ikkita sandulik o'rindiq pufik qilib berganmiz. Bu yoq tarafda ham o'tirish imkoniyati bor. 4 kishi bemalol o'tiradi. Yana buni qulayli tarafi, unga yana yengillik qildik. Mexanizm orqali ochiladi, sandulik qilganmiz. Ichlarini ko'rishingiz mumkin. Mexanizmlari baquvvat. Parallollari keladigan bo'lsak, 12 sm dan parallolla qo'yganmiz qalinligida. Bu stolimizni yig'ishni ko'rsatib beraman. Shuni bor, ishlaydigan qilganmiz. Shu holatda bemalol foydalanib qo'ysangiz bo'ladi. Yana shu shunuridan tortgan holatda stol holatiga keladi. Stolimizning osilmasligi uchun o'rtasida karkas ishlangan. Baquvvat. Podushkalarini shunday joylab qo'yamiz. Podushkalarni qo'ygan holatda ikkita dekorlarni qo'yib berganmiz. Mana dekorlarni ko'rishingiz mumkin. Zakaz asosida dekorni ham qilib beramiz, xolisini materialni ham qilib beramiz. O'tirish juda qulay, ixcham, bemalol. Endi yana bitta hozir kravat holatini ko'rsatamiz. Quyidagi mexanizmi rossiyskiy mexanizm. Delfi. Mana bu shunlardan o'xshagan holatda kravat holatiga keldi. Endi shu holatda ham kravatga foydalansanglar bo'ladi. Podushkasini qo'ygan holatda 2 kishi yotish imkoniyati bor. Yana buni sandig'ini surgan holatda katta bo'ladi. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. Katta shu kravat bo'lgan holatidagi razmeri eslatib o'taman. 1.90 ga bunaqasi 2 metr kravat bo'ldi. Xolisanglar podushkasini bunaqasiga ham qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Bu holatda ham foydalansanglar bo'ladi. 1.90 ga 2 metrli kravat holatiga keldi. Xolisanglar yostiq qo'yib foydalaninglar, xolisanglar podushkasida. Materiallari Polsha materialida. Ranglarini o'zgartirishimiz ham mumkin. Yig'ishlarini hozir yana ko'rsatib o'taman.
bitta divan olib, ham kravat, ham stol qilib foydalanish imkoniyati bor. Bemalol zamonaviy mebelga murojaat qilasizlar. Ko'rsatilgan raqamlarga bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Telegramdan yozsangiz ham javob beramiz. Ma'qul kelgan bo'lsa, ishlarimizni kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Yanada yengilliklar qilishga harakat qilamiz. Shu variantimizni, divanimizning nomini eslatib o'taman. Divan transformer. Ikkita sandiqli pufika bilan. Hammaga kattakon rahmat. YouTube kanallarimizga obuna bo'linglar. Instagram sahifalarimizda Xudo xolisa yangi videolar chiqadi. Salomat bo'linglar.